Bu 30 ming qo'y pulni ko'tarib kelganingizga, to'ydan keyin qizimni qanday baxtli qilasiz, qanday turmushdan xotirjam qilasiz, bo'ldi pulingizni olib yenib keting. Ya acam men to'xtamay tirishib ishlayman, cho'qim baxtli xotirjam turmush qurishdim. Qizimni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, sizga 1 yil vaqt o'tdi. Ush 1 yil ichida 300 ming qo'y pulni tayyor qilib akalansangiz, qizimni sizga birtma. Bo'lmasa, bu niyatingizdan yana. Agar sizlarning niyatinglar to'yliq 200 ming qo'y bo'lsa, men cho'qim tirishib 200 ming qo'y pulni odamlarga aytibman. Nima qilamsan? Ma pulingiz ag'ach keting. Ma'qullar javob beramiz. Ma'qul. Ali to'xtang. Oy, ajamal, nega mangdinga to'xta, oy. Ay, maqsad. Ali. To'xtang, siz gapim bor. Siz mendan mushtalam voz kechmoqchimi? Mening voz kechganim yo'q. Men 1 yilning ichida cho'qim tirishib, ota-onangiz talab qilgan 200 ming qo'y to'liq pulni oldingizga aytibman. Rasman. Xotirjam bo'ling. Ana Osmon sizni saqlayman, kelishim. Cho'qim Jabadata bo'ldingiz lekin. siz uchun. O'tarmi bu vaqt kutib javob qarasam quyoshga o'tarmi bu qayg'um Elga ma otni chiqib ishlaganingizga bo'lmaydi hamda. qiyin nemishqa yolg'izlikmi yetar g'amgin kunlar o'tar balkim his qildik yuragimizda seg'inishni negada chalmadik nima uchun shuncha qiynaymiz o'zimizni Ökündüm qo'lingni qo'ygan chog'dim o'ylasam qayta har doim o'yladim o'tishni biroq o'zicha qiyin nemishqa yolg'izlik yetar g'amgin kunlar o'tar balkim his qildik yuragimizdan seg'inishni negada chalmadik nima uchun shuncha qiynaymiz o'zimizni bizga kerak shu javob bir-birimizga bosh 1 yildan keyin Mavo 70 ming qo'y naqd pul, qolgan 130 ming qo'y men kanishdi barcha. Sizlar talab qilgan to'yliq 200 ming qo'y pulni men tayyor qildim. Shunga chiqib bizning to'yimizni qilib qo'yganmiz. Bu pulning bizga lozim yo'q. Barcha endi ming tasda tayyor qildim. Unda qilmay boshqa ortiq talablarni qo'ymay bizning to'yimizni bir qilib qo'ygan bo'lsalar, biz bu murodimizga bir yetib olgan bo'lsak. Biz qizimizni sotmaymiz. Sizga o'z vaqtida 200 ming qo'y to'yloq akalang deyishga sabab, akish degan oilaning tug'urki. Akishi sirtda ishlab, pul tepib, oilani boqadi. Ayol kishi bo'lsa, erining xizmatini qildi, balani boqadi, uyning ishini qildi. Shunga, endi sizni pul tepib, oilani turmushini qamday olamdi, qila olamdi, qilamamdi deb, shu 200 ming qo'y akalang degan. Siz mana qilib qamdab 200 ming qo'yni akapsiz. Tirishchiliginiz bizni qoyil qildi. Qizimni baxtli qila olgansiz. Rahmat acha. To'yning oldi keyindagi barliq chiqimni biz qitmiz. Siz faqat to'yga tayyor bo'lsangizdan bo'ldi. Siz mushu 200 ming qo'y pul bilan to'ydan keyin bir iglik tiklamsizlar, ya bir ish qilamsizlar, mushunga bilan yaxshi turmush kechirasanglar, mana biz shuningdan xush. Rahmat acha, rahmat. Mushunchalik deb berganinglarda men haqiqatan xush bo'ldim. Lekin almisaqdan to'yliqni o'g'iltirib chiqdigan ishlar va men pulni sizlar olib qo'ysizlar mayli. Qanqa men bor? Bu pulni qizim bilan birga xarjlaysizlar baribir. Sizlar qizim bilan baxtli o'ssanglar, yaxshi turmush kechirasanglar, biz shuningdan xush. Bo'ldi. Pulni olib
siz toyga tayyorgarlik qilavering. Ma'qul ham sizga rahmat. Men qaytay. Emis oğlam, bak toyga rarus Allah'ınızı beni kıçırın. Bak toy digende kız oğlanın toyuna çan çıkırvazsa kudan nəğmene oğlanmak ba. Ma'qul, ma'qul.